Assalomu alaykum. Biz hozir trend olamiz. Ahmadjon aslida qaysi biri yutar ekan? Qani? Piyoz. Piyoz, bechermi? Va xilmi, va xormi? Piyoz. Hile. Piyoz. Topildi. Keyingisi. Limon. Bo'ldi, topildi. Yong'oq tushib ketdi. Keyingisi yo'q, hech narsa tushmadi. Keyingisi beha. Nima? Bo'ldi. Qo'llaring ko'tar. Keyingisi yong'oq. Topildi. Buni ham juda yong'oq bor. Qo'y. Keyingisi chesnok. Sekin tushirib yuborishasan. Yong'oq mana ekan-ku. Yer yong'oq bu. Qaqatli yashil qo'ygan narsa. Ye. Mana. Topildi. Keyingisi qo'y. Mayiz qani? Mayizchi. Boshqa oling. Keyingisi anor. Bo'ldi. Bo'ldi. Topildi. Keyingisi olma. Kartoshka u. Aslida ikkita narsa ushlab olma, bo'ldi. Topildi. Keyingisi mayiz. Mashinada otib qo'ydim. Topdim. Bo'ldi. Keyingisi yer yong'oq. Yong'oq. Bo'ldi, topildi. Qo'y. Keyingisi kartoshka. Bo'ldi, topildi. Qo'lingni ko'tar ikkalang ham. Bir, 2, 3 konfet. Qani kim yutdi? Ko'zlaringni ochib sanash. Ahmadjon, ikkita narsa oldingmi? Bo'ldi, Ahmadjonda 4 ta, aslida sendachi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. 8 bugungi g'olibimiz Asliddin.